Keyingi masala 9-masala yana bosh prokuror o'rinbosari Sherzod To'xtaboyevni taklif qilamiz minbariga. Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilmagan hollarda ushbu shaxslar O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini tark etib, surishtiruv, tergov yoxud suddan yashirinish holatlari kuzatilmoqda. Natijada jinoyatdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini tiklash, ularga yetkazilgan zararlarni qoplash imkoniyati pasaymoqda. Amaldagi jinoyat protsessual qonunchilikda jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilmagan hollarda shaxsni O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqib ketishini oldini olish samarali mexanizmi mavjud emas. Xususan shaxsga tilxat, kafillik, garov, uy qamog'i kabi ehtiyot choralari qo'llanilganda qonunchilikda mutasaddi idoralarning uni davlat chegarasidan o'tishini cheklash bo'yicha vakolatlari nazarda tutilmagan. Bu esa o'z navbatida tergov va sud jarayonlarining cho'zilishiga, fuqarolarning buzilgan huquqlarini o'z vaqtida tiklanib, odil sudlovni ta'minlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Tahlillarga ko'ra, 2020-2024-yillarda jinoyat sodir qilib, tergov va suddan yashiringan 23.863 nafar shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Qidiruv e'lon qilingan shaxslarning 21.238 nafari, 89% O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga chiqib ketgan. Qonun loyihasida quyidagilar nazarda tutilmoqda. Birinchidan, jinoyat protsessual qonunchiligi O'zbekiston Respublikasidan chiqish huquqini vaqtincha cheklab qo'yish majburlov chorasi instituti bilan to'ldirilmoqda. Ikkinchi, shu munosabat bilan Jinoyat protsessual kodeksiga ushbu majburlov chorasi institutining qo'llashning quyidagi tartiblarini belgilovchi yangi bob 5 ta moddadan iborat kiritilmoqda. Majburlov chorasini gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilmaganda hamda ularga tergov va suddan bo'yin tovlash mumkin deyishga yetarli asoslar mavjud bo'lganda sudning ajrimi bilan qo'llaniladi. Sud ajrimi ustidan apellyatsiya tartibida protest va shikoyat keltirilishi mumkin. Quyidagi hollarda mamlakatdan chiqish huquqi vaqtincha cheklangan shaxsga muayyan muddatga xorijga chiqishga ruxsat beriladi. Shaxsning xorijda jinoyat protsessida ishtirokini zarurligi vujudga kelganda. Ikkinchisi, uning sog'lig'i yomonlashib, O'zbekiston hududida tibbiy yordam ko'rsatish imkoni yo'q bo'lganda. Keyingisi, uning yaqin qarindoshi vafot etganda.